Assalomu alaykum. Qadrli mehmonlar, aziz san'at shaydolari. Bugun yana bir ajoyib kunda, yorug' kunda sizlarni ushbu mo'jaz davramizda go'zal bir suhbatda ko'rib turganimizdan, go'zal bir majlisda ko'rib turganimizdan benihoya shodmiz. Inson hayotida san'atning o'rni beqiyos. Ayniqsa musiqa va kuy-qo'shiq inson qalbiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi, inson ruhiyatini boyituvchi va ma'naviy olamini yuksaltiruvchi muhim omillardan hisoblanadi. Bugun o'ylaymanki, ushbu manzilda san'atsevar insonlar jam-jam bo'lgan, barchangizni ko'rganimizdan baxtiyormiz. Azaldan qalbimiz, yuragimiz, shuurimiz musiqa va qo'shiqqa ehtiyoji bor. Bugun ham ayni mana shunday haqiqiy ma'noda san'at bayrami, haqiqiy ma'noda qalblarimizga malham bo'ladigan, hordiq bo'ladigan go'zal bir shirin didorning nasibasiga hammamiz guvoh bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Qashqadaryo viloyat madaniyat boshqarmasi, Qashqadaryo teleradio kanali, Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi hamkorligida bugun yangi avlod, yangi O'zbekiston bunyodkori deb nomlangan konsert dasturimizda sizlarning hukmingizga havola etmoqchimiz. Konsert dasturimizning eng muhim jihatlaridan biri bu albatta konsert dasturimiz haqiqiy o'z sohasining professionallari bo'lgan, musiqa ixlosmandlari uchun haqiqiy ma'noda bayramona shukuh va o'ziga xos san'at asarlarini tuhfa etadigan professional jamoalardan iborat ijodkorlarning jonli ijrolaridan birgalikda bahramand bo'lamiz nasib etsa. Keling, taomilga ko'ra ushbu tadbirimizni rasman ochib olmoqimiz darkor. Men mamnuniyat bilan ushbu tadbirimizni ochib berish uchun Qashqadaryo viloyat madaniyat boshqarmasi boshlig'i, O'zbekiston san'at arbobi, el yurt hurmati mukofoti ordeni sohibi Isoh To'rayevga bermoqchiman marhamat so'zni. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun kecha san'at, madaniyat haqida gap ketsa, men bitta gapni aytmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz madaniyat, san'at ahli hamda adabiyot, kino vakillariga bo'lgan e'tibori va madaniyat, san'atni qadrlash va uni qadriga yetish va shu bilan birgalikda madaniyat, san'at ahli uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib, hurmat, ehtirom, e'tirof bildirdilarki, shu kecha kunduzda mamlakatimizda har bir burchagida madaniyat, san'at ahli borki, ularni qalbida quvonch, ularni qalbida bugungi elu xalq oldida xizmatga shaylik turibdi. Bugun buni isbotini mana sizlar bilan birga baham ko'ramiz. Kuni kechagina Qashqadaryolik maqom jamoamiz, filarmoniya jamoamiz Toshkent Turkiston saroyida o'zlarini hisobot konsertini topshirib, juda ham chiroyli, katta shov-shuvga sabab bo'ladigan ajoyib san'atlarini namoyish etdilar. Bugun Qarshi madaniyat ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari, o'qituvchilari tomonidan mana bu hisobot konserti aynan Odina masjidida bo'lishi, xuddi prezidentimiz har bittamizdan so'ragandek, xalqimiz bilan xalqimizni qalbiga e'zoz, ehtirom ulashish maqsadida madaniyat, san'at ahli hammasi qamishdan bel bog'lagan. Bugungi yangi avlod, yangi O'zbekiston bunyodkori deb nomlangan mana shu konsert dasturida faqat elimizni, xalqimizni qadriyatlari mujassam. Chunki bugungi jon irodasiz xalqimizni, butunlay tariximizni va kelajagimizni asoslab beradigan ohanglarni, kuylarni va chiroyli qo'shiqlarni guvohi bo'lasiz. Fursatdan foydalanib men hamkasblarimga omadlar tilayman, sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Har kunimiz prezidentimiz kutgandek bayram, to'y, tomosha, milliy qadriyatlarimizning qadri bundan-da baland bo'lsin. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Azizlar, tadbirimizni xush kayfiyatda boshlab oldik va o'ylaymanki, bugun sizlar bilan bir samimiy davrani ishtirokchisi bo'lish maqsadida didorlashib turibmiz. Bu odatiy tadbirlardan biroz farq qiladi. Biz qalban suhbat qilamiz bugun, ko'ngildan suhbat qilamiz. Qolaversa, bugun biz musiqa ohanglari bilan,
musiqa sadolari bilan suhbatlashamiz. Keling, tadbirimizni milliy cholg'ularimiz Karnay Surnay jamoasining chorlovi bilan boshlab olsak. Marhamat. Rahmat, Karnay Surnay jamoasiga minnatdorchilik bildiramiz. San'atni, madaniyatni ulug'lagan xalqimiz. Azaldan qon-qonimizga singib ketgan ushbu sohaga e'tibor azaldan. Va qolaversa bugungi kunda ham aynan ushbu sohani rivojga qaratilgan muhim chora-tadbirlar qabul qilinayotgan qator qonun va qonun asosiy hujjatlarning barchasi hammasi mana shu gaplarimiz isboti. Qolaversa, kuni kecha muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangan madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ham ayni mana shu islohotlarimizning, mana shu ishlarimizning amaldagi ifodasi bo'ldi. Biz esa ushbu kayfiyatni, ya'ni Isoh To'rayev aytganlaridek, bugun hamma madaniyat, san'at sohasi vakillari bayramona kayfiyatdagi bir fursatdagi ushbu tadbirimizni biz ham bayramona kayfiyatda davom ettiramiz. Navbat qadimiy cholg'ularga. Folklor jamoasi, marhamat.
Asıl büyük sahip Kur'an zürriyadı Davru dünyaya da son Uzbekme Tinchlik degan bir maqsadda birlashib Yoldan kechib do'stlar bilan tillashib Bu kun butun dunyo bilan sirlashib Yükseklikte köksü kalkan Uzbekme Ziyo oqam men yurgan yo'l yo'lakka Shomu roqzor titragan O'zbekka Dunyolarni urab turgan ipakka Hazrati Ulug'bek Sulton O'zbekmi Shohlikni umr go'zallikda o'tkazgan Navkar bilan she'rlar yozgan yurt kezgan Janglar aro yurtlar kezib el kezgan Toj mahalla qurgan giryon O'zbekmi
Ko'rdili Hechazar Longa o'zchan gench musiqasi ijro etadilar. Sozandalar ansambli, solist O'ktam Gulov.
18ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan kul termagan kim bor? Sen haqingda yozib 4 satr sirdoshiga asta ko'rsatib, qo'shni qizga bermagan kim bor? Dastlab har kim qalam olgan kim, yonib seni kuylar begumon, maskan qurib har bir ko'ngildan oshiqlarni qoldirib tildan, shoirlarni qilursan biyron. Tushdim chog'i men ham domingga, ezgu hislar baxsh etding menga. Hayotimga zarg lavha bo'lding, ilk she'rimga sarlavha bo'lding. Hayollarim ulfatdir senga. Yuragimda his etdim qanot, tilsim kabi ochular hayot, visoldagi damlarim shirin, hijrondagi g'amlarim shirin. Kulib boqar menga koinot. 18ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor? Gul sochar Navoiy g'azali, Yunus Rajabiy musiqasi ijro etadi 10-sinf o'quvchilari va o'qituvchilar ansambli. Mubtalo bo'ldim senga,
Abdulhoshim Ismoil musiqasi Navoiy g'azali ijro etadi o'qituvchilar ansambli. Menga xushxabar ayt yolg'on bo'lsa ham, dardu mashaqqatlar o'tkaydir bari. O'ksima oyoqqa turgaysan deb ayt umrimning farag'baxsh totli onlari. Hali oldindadir, ko'rgaysan deb ayt. Menga xushxabar ayt yolg'on bo'lsa ham, do'stlaring bordir-ku hali dunyoda, seni kulfatlarda qoldirmas deb ayt. Yovuzlik bo'lsa ham haddan ziyoda, seni changaliga oldirmas deb ayt. Menga xushxabar ayt yolg'on bo'lsa ham, olis muhabbating so'nmagan hamon, to hanuz unutmay yuribdi degil sarg'aygan daftarin varaqlab pinhon. U seni tushida ko'ribdi degil. Menga xushxabar ayt yolg'on bo'lsa ham. Menga xushxabar ayt yolg'on bo'lsa ham. Dutor hamroh bo'ldi. Zamira Suyunova musiqasi, Ma'fura Muhammedova so'zi. Ijro etadi Respublika ko'rik tanlovlari g'olibi Firuza Poyonova.
hamdardoshim ko'ngil yo'ldoshim yurak birlab bo'lib sirdoshim hamdardoshim ko'ngil yo'ldoshim hamsina bul sabr bardoshim hamsina bul sabr bardoshim ay dutor hamroh bo'ldi bu kecha ay dutor hamroh bo'ldi bu kecha torlariga qayoq to'kildi qayda deb savol to'kildi torlariga qayoq to'kildi qayda deb savol to'kildi yurakdagi malol to'kildi yurakdagi malol to'kildi dutor hamroh bo'ldi bu kecha ay dutor hamroh bo'ldi bu kecha o'zim bilan o'zim so'zlashdim dilim bilan orib o'zlashdim o'zim bilan o'zim so'zlashdim dilim bilan orib o'zlashdim misol kun birga izlashdik misol kun birga izlashdik dutor hamroh bo'ldi bu kecha ay dutor hamroh bo'ldi bu kecha dutor hamroh bo'ldi bu kecha ay dutor hamroh bo'ldi bu kecha dutor hamroh bo'ldi bu kecha Tashakkur. Azizlar, musiqa shunday mo'jizaki, inson qalbidagi tuyg'ularni ifoda etadi. Ma'yus kunlarda sizga hamroh bo'lsa, shodon kunlarda sizning hayotingizni fayz va tarovatni belgilaydigan muhim omillardan biridir. Ana shunday sizlarga kayfiyat ulashadigan chiroyli san'at asarlarini sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Gulsochar Navoiy g'azali, Yunus Rajabiy musiqasi ijro etadi 10-sinf o'quvchilari va o'qituvchilar ansambli. Marhamat. Sochar
Mubtalo bo'ldim sanga. Abdulhoshim Ismoilov musiqasi Navoiy g'azali. Ijro etadi o'qituvchilar ansambli. Hayrona. Abduhoshim Ismoilov musiqasi ijro etadilar. Sozandalar ansambli. Solist Shohruh Pardayev, marhamat.
Ko'zlaring chiroylidir, sig'inadi yulduzlar. Ko'zlaring chiroylidir, sog'inadi yulduzlar. Ko'zlaring chiroylidir, oy falakka chiqqan chog', kiprigingga osilib uchmoq istar arg'imchoq. Ko'zlaring chiroylidir, tubidan soy oqadi, sohilidan olamga xurkak ohu boqadi. Ko'zlaring chiroylidir, qarosiga tunmanda yog'dusidan olamning etaklari parkanda. Ko'zlaring chiroylidir, ko'zlaring chiroylidir, unutdim o'zimni, izlaganlar topgaydir ko'zlarimdan ko'zimni. Oy yuzingga Navoiy g'azali Sherali Jo'ray musiqasi ijro etadi Abdulaziz Hamro. Oy yüzünge can bile ta bendemen, mehri revşen dil bükün ta bendemen, mehri revşen dil bükün ta bendemen. Körgeli yüzün gülüstana közüm, zavq birlegi bükün xur xandaman, zavq birlegi bükün xur xandaman. Ay bu sen dest bir gelimine, taptım ey can devleti payandama. Can birdim bir yola yoli min ishqing ila ta qiyomat zindaman, ishqing ila ta qiyomat zindaman. Jon berdim bir yo'lingda men, ishqing ila ta qiyomat zindaman, ishqing ila ta qiyomat zindaman. Men senga jon berla aşık men veli, seni gara qaydasan mal qaydama. Sen şehenşahi zaman sen hüsniler, bizi beşaredik men bendemen,
Hafızı bişaredik men bendemen. Sen şehenşahi cihan sen üsile. Hafızı bişaredik men bendemen. Hafızı bişaredik men bendemen. Yor bu gece Ozarbayjon xalq so'zi Zamik Aliyev musiqasi ijro etadi respublika va xalqaro tanlovlar g'olibi Javlon Almatov. Marhamat. Su geldi taşadaydı. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Kiprikler kaşadaydı. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Su geldi taşadaydı. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Kiprikler kaşadaydı. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Karda kalmış samaya. Ah bu gece yalnız kalmış amaya. Ah bu gece. Su geldi taşadaydı. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Kiprikler kaşadaydı. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Su geldi taşadaydı. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Kiprikler kaşadaydı. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Karda kalmış ama yar. Ah bu gece yalnız kalmış ama yar. Yar bu gece karda kalmış ama yar. Yar bu gece yalnız kalmış ama yar. Ah bu gece, bu gece, bu gece, bu gece. Yar bu gece, bu gece, bu gece. Bu gece, bu gece, bu gece. Ah bu gece, bu gece, bu gece. Karda kalmış ama yar. Yar bu gece ben yarımla görüştüm. Yar bu gece. Daran etenlerimden ah bu gece. Ben yarımla görüştüm yah bu gece. Harda kalmış sana yar. Yalnız kalmış ama yar. Harda kalmış ama yar. Yalnız kalmış ama yar. Bu gece, bu gece, bu gece. Yar bu gece, bu gece, bu gece. Bu gece, bu gece, bu gece. Ah bu gece, bu gece, bu gece.
Haran zaharlı lile ah bu gece bu gece bu gece Deste deste gül ile yar bu gece bu gece bu gece Ara zaharlı lile yar bu gece bu gece bu gece Deste deste gül ile ah bu gece bu gece bu gece Harda kalmış sana yar yar bu gece Yalnız kalmış ama yar yar bu gece Harda kalmış ama yar yar bu gece Yalnız kalmış ama yar yar bu gece Bu gece bu gece bu gece Yar bu gece bu gece bu gece Bu gece bu gece bu gece Yar gece bu gece bu gece Daranalım duruştum ah bu gece Mal yarımla görüştüm ah bu gece Ara zahar liliyle bu gece Su geldi taşadaydı ah bu gece Ben yarımla görüştüm Ben yarımla görüştüm bu gece Ben yarımla görüştüm bu gece Karda kalmış sana ya Yalnız gelmiş ama ya Karda kalmış sana ya Yalnız gelmiş ama ya Bu gece bu gece bu gece Yar bu gece bu gece bu gece Bu gece bu gece bu gece Yar bu gece bu gece bu gece Bu gece bu gece bu gece Ah bu gece bu gece bu gece Bu gece bu gece bu gece Yar bu gece bu gece bu gece Bu gece bu gece bu gece Ah bu gece bu gece bu gece Bu gece bu gece bu gece Yar bu gece bu gece bu gece Rahman Mustaqzot Chokar g'azali Muhammadjon Mirzayev musiqasi ijro etadi. Dilshoda Nosirova. Husning guli tobuldi jahon mulkida paydo yeshuv parizod Husning guli tobuldi jahon mulkida paydo yeshuv parizod Soldi an ishqi boshima kulfat savdo jilva qilib ijod Bilmam desfat adam eding nazifanida ko'zlari shalo Mani bir boqishila husninga shaydo jilva qilib ijod Qilding mani bir boqishila husninga shaydo jilva qilib ijod Layli bila shirin chunimas yorim omonat bir zarra mabop Men bir laqachon ting bo'lur ichra jahonda Majnun ila Farhod Men bir laqachon ting bo'lur ichra jahonda Majnun ila Farhod
diye onu şahtla ben kıldım dava ikamet şamşat diye onu şahtla dava ikameti şamşat. Shahloga tushdi. Sobir Abdulla so'zi, Muhammadjon Mirzayev musiqasi. Ijro etadi bir necha bor respublika ko'rik tanlovlari g'olibi Iroda Boboyeva. Qayerdan ko'z ko'zi shaqloga tutdi bu ishqim shu yon beparvoga tushdi qayerdan ko'z ko'zi shaqloga tutdi bu ishqim shu yon beparvoga tushdi bir meni ko'rib ovora bo'ldi ko'rib yo'li sahroga tushdi yo'li sahroga tushdi boqolmasa yog'inga quyoshga hijolat partavi dunyoga tushdi qadam qo'ygan davkin gulshin ijra biza buzdi chaman oroga tushdi biza buzdi chaman oroga tushdi Ko'rishgach nozul istinoga tushdi ko'rishgach
Xorazm Mustaqzoda Mashrab g'azali Xorazm xalq ashulasi ijro etadi. Ohanglar jilosi Respublika ko'rik tanlovi g'olibi Sherali Tillayev. Ul hasta vücudumda beni ortadı bir yol Ulgunçaya handan Ul gül yüzünün işkide men ağlaşı bülbül Ul zülfü perişan Ul gül yüzünün işkide men ağlaşı bülbül Ul zülfü perişan Birem kılıp sürmedi halimden içidip Ul arızı gül gül Beni vədə bir cevap eylemedi ki Ul vədəsi yalan Beni vədə bir cevap eylemedi ki Ul vədəsi yalan Pervanesi ben hiç kötüleyen bir canım Yok sabrı kararım Pervanesi ben hiç kötüleyen bir canım Yok sabrı kararım Avazı üstüne salıp ağlama kul İlberçesi hayran Avazı üstüne salıp ağlama kul İlberçesi hayran Sensin aklayış bu cale akil cale Sen bana gelsen Ayım yolu da kılsa kabul mayı tevbel Canımı kurban Yüreğe mahalleleri bazı abulaydım Divanı meşrem Birem kem kilmedi birdem kaşın üzrem Uzal mı devran Birem kem kilmedi birdem kaşın üzrem Uzal mı devran Uzal mı devran Uzalımı devran Uzalımı devran Dilberçesi hayran Dilberçesi hayran Ülgül yüzü xandan Ülgül yüzü xandan Tush ko'raman seni tunlari Yonginamda bo'larsan paydo
silash uchun ma'yus qo'llarim, sen kelarsan chin dildan so'yda. Ayt, ayt qaydasan, yaqinmi yiroq, yuragimning ostidami yo, vujudimni qiynaydi titroq, seni izlab bo'ldimi-ku ado. Vals Manas Levi musiqasi ijro etadi o'quvchi va o'qituvchilar tashkil topgan xalq cholg'u ansamblari orkestr jamoasi. Ko'hna dunyo hikmatlarida shunday deyiladi. Dunyodagi hamma shodlik va xursandchiliklarga mehnat bilan erishiladi. Bugun biz mana shunday mehnat samarasi evaziga o'ziga xos obro' e'tiborga, o'ziga xos shogirdlarga, san'at yo'liga va muxlislarga ega bo'lgan ijodkorlarimizni taklif etmoqchimiz hozir. San'at va madaniyat qo'shig'i Akmal Ahmedov musiqasi ijro etishadi xonandalar. Madaniyat va san'at ko'krak nishoni sohibi Ixtiyor Jumanov, Olimjon Ismoilov, Iroda Boboyeva, Firuza A'zamova hamda Firuza Toyonovalar. Marhamat.
yoshlar madhiyasi, Muhammad Yusuf so'zi, Ruslan Sharipov musiqasi ijro etadi Firuza A'zamova. Oq yo'lga o'ragansan o'zing bizni, oq yuvib oq taragansan o'zing bizni. Beshigimiz uzra bedor ona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zing bizni. Oq yo'lga o'ragansan o'zing bizni, oq yuvib oq taragansan o'zing bizni. Beshigimiz uzra bedor ona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zing bizni. Adoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Qalqoningmiz qas qilsa kimgar joningga, alpomishlar ruhiy yor har o'g'loningga. Gulday o'pib asragaymiz ostonangni, yovlar yaqin yo'l olmagay qo'rg'oningga. Qalqoningmiz qas qilsa kimgar joningga, alpomishlar ruhiy yor har o'g'loningga. Gulday o'pib asragaymiz ostonangni, yovlar yaqin yo'l olmagay qo'rg'oningga. Adoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Tuzingda deb unutganlar xor bo'ladi, ko'zlariga ikki dunyo tor bo'ladi. Tinch kuningni ko'rolmagan yurtfurushlar bir kun bir gap tuprog'ingga zor bo'ladi. Tuzingda deb unutganlar xor bo'ladi, ko'zlariga ikki dunyo tor bo'ladi. Tinch kuningni ko'rolmagan yurtfurushlar bir kun bir gap tuprog'ingga zor bo'ladi. Adoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. O'zbekiston, onam meni jonim bergayman senga. O'zbekiston, osmoning tinch bo'lsin doim O'zbekiston. Azizlar,
haqiqiy san'at bayramiga, haqiqiy musiqa kechasiga yana bir bor xush kelibsizlar. Va mamnuniyat bilan so'zni men ayni fursat Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimovga bermoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz adabiyot, madaniyat, san'at ahli, hurmatli tomoshabinlar, hammalaringizga mana shu kechaga albatta tashrif buyurganlaringiz uchun katta rahmat. Mana dalada yurgandik, ish yuzasidan Isoq To'rayev taklif qildi, to'g'ri keldik. Xabarlaringiz bor. Mana muhtaram prezidentimizni 1-2-3 kun oldin madaniyat, san'at, adabiyot xodimlari bilan uchrashuvlari, ochiq muloqotlari bo'lib o'tdi. Bu soha xodimlarini mukofotlash to'g'risida muhtaram prezidentimizning farmonlari qabul qilindi. 7 nafar Qashqadaryolik madaniyat, san'at, adabiyot xodimlari davlat mukofotiga sazovor bo'ldilar. Shu bilan birgalikda mana xabarlaringiz bor, matbuotda ham, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Muhtaram prezidentimizning 2-iyun kunli 103 sonli farmonlari qabul qilindi. Bu madaniyat, san'at, adabiyot sohalarini jadallashtirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonlar. Bu farmon bilan bu soha vakillariga juda katta imtiyozlar, imkoniyatlar berildi. Bu hammasi mana shu xalqimizni madaniyatga, san'atga va adabiyotga bo'lgan munosabatlarini yanada oshirish va bu soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash. Mana bugun sizlar bilan birgalikda oz bo'lsa-da ko'rib, mana Qarshi madaniyat ixtisoslashgan maktabini Sobot konsertini ko'rdik. To'g'risi menga juda katta taassurot qoldirdi. Men maktab rahbariyatiga ham, Ixtiyor aka Jumanov mana badiiy rahbari, bu kishiga, madaniyatimiz boshqarma boshlig'i Isoq To'rayevga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta bu yoshlarimizni, hurmatli domlalarimizni, barcha san'atkorlarimizni ijodlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shaxsan o'zim nomimdan butun viloyat hokimligi, keng jamoatchilik, 3.800.000 minglik Qashqadaryomiz xalqi nomidan rahmatlar aytamiz. Isoq To'rayevga topshiriq bo'ladi. Mana bugun aktiv qatnashgan barcha mana shu o'quvchilarimizni ham, domlalarimizni ham, singillarimizni ham rahbarlantirish bo'yicha taklif kiritasiz. Nafaqat bu oz sonli mana kontingentga, butun amfiteatrimizga kerak bo'lsa katta bir bo'ladi gala konsertini uyushtirib, o'sha yerga 3000-4000 tomoshabinlarimizni yig'ib, bo'ladi o'sha yerga juda katta rahbarlantirish masalasini ko'ramiz. Rahmat. Albatta biz har bir o'tgan kunimizga shukr qilishimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar, tinchliklar uchun rahmatlar aytishimiz kerak. Mana shu joyda bilasizlar oldin nima ahvolda ekanligini. Bu joy 5-sonli tergov hibsxonasi edi, turmaydi. Men Qarshi shahar tergovchilik paytim bu yerga juda ko'p kelib, mana shu ayblanuvchilar, boshqalarni so'roq qilgani kelardik. Mana o'sha kunlar ortda qolib, bugun butun xalqimizga xizmat qiladigan, o'zimizni o'zligimizni o'rgatadigan bir ma'naviyat, ma'rifat maskaniga aylanib turibdi. Butun dunyomiz tinch bo'lsin. Vaqtimizga muhtaram prezidentimiz doim omon bo'lsinlar. Albatta viloyat hokimligi barcha kuch imkoniyatlarini xalqimizni tinchligiga, osoyishtaligiga, yangi ish o'rinlarini yaratishga, investitsiyalarni jalb qilishga, shu bilan bir qatorda butun viloyatimizda madaniyat, san'at va adabiyotni qo'llab-quvvatlashga safarbar qiladi. Katta rahmat, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Avvalambor tashrif uchun rahmat. Murodjon Berdaliyevich, sizga rahmat aytamiz. Bitta iltimosimiz bor sizga. Agar yo'q demasangiz, ana Suyunchi filmida aytadi-ku, tog' toshlar orasida nomim chiqmasam o'tib ketishni xohlamayman. Shunga o'xshab bizni mana shu maktabimizda ansambli, orkestr, folklor jamoasi, hamma jamoalarimiz professional o'qituvchilar yig'ilgan, xalqaro ko'rik-tanlovlar, respublika ko'rik-tanlovlari laureatlari yig'ilgan. Shu munosabatdan foydalanib biz 2 yil oldin ham mana shu viloyat bo'yicha
barcha o'rta maktablarda mana shu 25 kishilik ansamblimiz bilan birgalikda butun viloyatda aylanib konsert berib chiqamiz o'rta maktablarga. Mana shu milliy san'atimizni targ'ib qilish maqsadida. Endi bitta orzuyimiz borda. Qashqadaryoni teatri, katta teatrimiz, qo'rchoq teatrimiz qolaversa bir necha maktablar chet ellarga chiqib gastrol safarlari qilib kelishyapti-da. Bizda ham bitta orzuyimiz bor. Mana shu agar yo'q demasangiz shu yil oktyabr, noyabr oylarida bironta chet elga davlatlariga konsert qo'ymoqchimiz. O'sha o'zbek san'atini tanitmoqchimiz. Albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Taklif kiritasiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta maktablarga mana lagerlar boshlanyapti. Bu mana 5-iyundan ertadan boshlanadi. Butun mana 18 ta bolalar oromgohlarimiz bor. 776 ta mahallalarimiz bor. Men kerak bo'lsa transport bilan ham ta'minlab beraman. Borib xalqimizning kayfiyatini ko'tarib, mana shu madaniyatni, san'atni, adabiyotni tarannum qilsalar xursand bo'laman. Mana hozir aytdinglarki, san'at bu ezgulikka chorlaydi. Madaniyat bilan, san'at bilan shug'ullangan odamdan hech qachon bir yomonlik boshqa narsa chiqmaydi. Doim sog' salomat bo'ling. Rahmat. E'tibor uchun sizga ham katta rahmat Murodjon Berdaliyevich. Tashakkur. Tashkilotchilarga vaqtlarini ayamasdan qilgan tashriflar uchun har bir mehmonlarga rahmat. Azizlar, dunyoda shunday insonni lol qiladigan xususiyatlar, xislatlar bor. Xoh u naqqoshlik bo'lsin, xoh u haykaltaroshlik, rassomchilik. Mana shu unsurlar, mana shu omillar ichida musiqaning o'rni beqiyos. U inson ruhiyatida yashaydi. Bugun biz ma'lum fursat mana shu musiqa olamida yashadik. Ana shu musiqaga, san'atga oshiqtalik sizlarni hech qachon tark etmasin. Bugungi tadbir uchun barchaga rahmat.